Assalomu alaykum obunachilar. 21:07 topib qo'ydik. Tayyor yaxshi holatda, motor korobka mos, hadovoyda ishi yo'q. Ballonlar yaxshi holatda, kuzublari tiniq, jicha-picha chaqachuqalari bor ekan. Ular to'g'rilib olinsa bo'ladi. Unaqa katta rasxoti yo'q mashina. Xo'p, keladigan bo'lsa, eshik ruchkalari Lasetti ruchka qo'yib qo'yishibdi. Bakivoylarim almashtirib o'zi 07 zavodskoydan qo'yib qo'yilsa, mashina chiroyli mashina ekan. Kuzublarda chaqachuqalari bor ekan, chaqachuqalarni yangilab, chiroyli qilib kraska tegizdirib olinsa yaxshi bo'ladi. Mashina tekis ekan, hadovoyda ishi yo'q. Mana shu holatda mana kuzublari. Ballonlari ham yaxshi ekan, o'rtacha holatda, juda ideal bas. Salonlari ham mana ashibkalari yaxshi. Sidina chexollar bo'lgan. Rullari o'ziniki. Maytfonkalari bor. Ichilari ham mana yaxshi ekan, yaxshi holatda. Himchisiga kerak, nima kerak ekan, himchisiga qilish kerak ekan mashinani ozgincha. Mana shu orqasi dinalari chang bo'lib qolibdi. Temir metandan mashinamiz akalar. Suruylar 2027-yilgacha, motorlar yog' yemaydi. Elektronika tramblor, akkumulyatori bor, akkumulyatorni berishadi. Gazga yuradi, benzinga ham yurar ekan mashina. Dvorniklarda motorchilargacha ishlar ekan. Xo'p, yana mana shu holatda ekan mashina, antifrizga ko'taradi, radiator mislidan ekan. 1984-yil mashina. Holatlari mana shu holatda, akalar mashinamiz Marg'ilon shaharida turibdi. Narxiga keladigan bo'lsak, narxi akalar 1,5 ming deyshodi, undan o'tib berasiz. Xo'p, oxirgi narxi akalar 1100 ga bo'lsa beramiz deyishyapti. 1100 dollarga oxirgi narxi berib olishar ekan akalar. Bunaqa narxda mashina 07 topolmaysizlar. Motori yaxshi akalar, yog' yemaydi. Hadovoyda ishi yo'q, korobkasi zo'r, ideal. Most ovozi yo'q mashinani. Mana shu holatda mashina, charasi sud qilingan, sarf qilingan mashinaga diska ballonlar taqib, orqa stoplarida Euro diska bilan orqa stop Euro stop deydimi, nima deydi, shunaqasidan taqib qo'yishgan ekan, olib tasadan. Xo'p, narxi 1100 oxiri deyishdi akalar. Marg'ilon shaharida turibdi, dastavka xizmatimiz bor, yetkazib ham beraveramiz. Vohalarga ham farqi yo'q, qatga bo'lsa ham yetkazib beramiz. Generalniy daverniz bitadi akalar. Generalniy bo'ladi mashinamiz. Nomerlariga keladigan bo'lsa akalar, nomerlari 99 657 80 31. Shu nomerga aloqaga chiqaverasizlar, xohlasiz. Svyazdamiz akalar, sog' bo'lasizlar.